Hech qaysi bir oilada erkalangan farzanddan hech kim rahmat topmagan. Shuning uchun erkalanishni ham me'yori bor. Shu yerda bitta ota aytyaptilar, mani ayolim bolam bilan to'g'ri tarbiyalamayapti, u bilan baravar urushadi. Xuddi kundoshga o'xshaydi. Bu ota qiz tarbiyalayaptilar. Oilada tarbiyalovchi va oila boshi agar ota rolida ota qolsa, ona rolida ona qolsa va bola rolida bola qolsa, bu oila mustahkam, sog'lom oila hisoblanadi. Va shu yerda bitta kes bilan bu narsani hal qildik. Ya'ni otaga agar ayollarni ayol rolida ko'ra bilib, o'sha bolalariga, ya'ni qiz farzandni ayolni o'rniga qo'yib qo'yganlar-da. Hamma narsa qizga mumkin, qizni aytgani bo'lishi kerak, qizga ayollari, ya'ni qullik qilish kerak. Aytganini qilib berish kerak, yig'latish kerak emas, kasal qilish kerak emas. Ya'ni shu narsani bola oldida talab qiladilar. Va bu albatta bolani tarbiya buzilishiga va onamga otam ruxsat berdi, men ham unga aytganimni qildirishim kerak, qaysarligimni o'tkazishim kerak. Ya'ni ona va bola o'rtasidagi chegarani buzilishiga olib keladi.